So'nggi yillarda IELTS imtihoni O'zbekistonda ommalashdi va oxirgi 9 yil mobaynida ta'lim sohasida juda katta yaxshi o'zgarishlarga erishdik. Minglab o'quvchilar xorijning eng nufuzli universitetlariga o'qishga qabul qilinishdi. Nafaqat qabul qilinish, balki eng top universitetlar, Harvard, MIT kabi universitetlarga esa 100% grantlar ham uchdi. Masalan, men Azbek Zaylobliyev IELTSdan 8, SATdan 1520 ball sohibi AQShning Harvard universitetiga 100% grant bilan o'qishga qabul qilindim. Bundan tashqari, talabalar O'zbekistonda turib xalqaro darajadagi diplomlarni olish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan imkoniyatlar yanada kengaydi. Xususiy maktablar, o'quv markazlari hamda ta'limga asoslangan universitetlar ochildi. Minglab ish o'rinlari yaratildi. O'qituvchilik kasbiga bo'lgan e'tibor va bu kasb ahamiyati, obro'si sezilarli darajada o'zgardi. Buning sabablaridan biri bu davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va O'zbekistonda xalqaro imtihonlarning keng ko'lamda o'tkazilishidir. Xususan IELTS imtihonini. ITB tomonidan o'tkaziladigan IELTS imtihonlari respublikaning barcha viloyatlarida tashkil etilmoqda. Yoshlarning IELTS imtihoniga qo'ygan to'lovlari qaytarib berilmoqda. Ingliz tili o'qituvchilarining ish haqlari ko'tarildi va qo'shimcha ustamalar ham joriy etildi. Bu nafaqat ta'lim sifatining rivojlanishiga, balki O'zbekistonning nufuzini ko'tarilishiga ham sabab bo'lmoqda. Bir so'z bilan aytganda, IELTS O'zbekistondagi yoshlarning orzulariga yetishlari uchun yo'l ochib berdi. Biz uchun yangi va xalqaro imkoniyatlar eshigi ochildi. Lekin afsuski biz erishayotgan yutuqlar xavf ostida. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda IELTS imtihoniga oid test materiallarining sotilishi va noqonuniy tarzda tarqatilish holatlari kuzatilmoqda. Bu nafaqat qoidabuzarlik, balki butun bir ta'lim tizimimiz va minglab halol va mehnatkash talabalarning orzulariga tahdid solmoqda. Afsuski, ayrim shaxslar, hattoki o'zini qo'shtirnoq ichida o'qituvchi deb ataydiganlar ham odamlarga yordam beryapman deb ishontirishadi. Ammo bu yolg'on. Bu hech qanaqangi yordam emas. Aslida bu xiyonatdir. Bu halollik, ishonch va ta'lim tizimimiz obro'sini sotuvga qo'yib, yengil yo'l bilan pul topishga urinishdan boshqa narsa emas. Tushunishimiz kerakki, oz sonli bu shaxslarning harakatlari ko'pchilik uchun, jamiyatimiz uchun salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Xalqaro imtihonlarni topshirish imkoniyatlari chegaralanmoqda. Hattoki ayrim imtihonlar butunlay to'xtatildi. Eng xavotirlisi esa O'zbekistonning ta'lim tizimiga bo'lgan ishonch xalqaro darajada tushib bormoqda. Test markazlari tomonidan nomzodlar uchun avval bo'lmagan qo'shimcha xavfsizlik choralari joriy etilmoqda. Jumladan, avval 2 yil bo'lgan IELTS topshirishdagi taqiq muddati 5 yilgacha uzaytirildi. Ko'plab nomzodlarning natijalari qayta tekshirilishiga, kechiktirilishiga yoki butunlay bekor qilinishiga sabab bo'lmoqda. Bu holat test markazi xodimlari uchun ham, o'z bilimi va harakatlar bilan imtihon topshirayotgan nomzodlar uchun ham bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ishoning, hech bir nazoratchi kimnidir orqasidan hojatxonagacha borishni, cho'ntaklarini tekshirishni, ID yoki pasportni bir necha marta nazoratdan o'tkazishni istamaydi. Lekin holat shuni talab qilmoqda. O'ylab ko'rishimiz kerak. Ushbu materiallarni sotayotgan va foydalanayotgan insonlar boshqalarni aldamoqchimi yoki o'zlarini? Har birimizda javobgarlik bor. Biz bunga birgalikda qarshi kurashishimiz kerak. Agar ijtimoiy tarmoqlarda yoki Telegramda IELTS materiallarini noqonuniy tarzda sotilayotganligi yoki tarqalayotganligini ko'rdikmi, ularga darhol report berishimiz, blok qilishimiz kerak. Jamiyat sifatida bunga qarshi kurashishimiz kerak. Oldimizda bajariladigan, qo'yilgan maqsadlar va unga erishadigan juda ham ko'p ishlarimiz bor. Shu bilan bir qatorda hal qilishimiz kerak bo'lgan muammolar ham bor. Lekin bularni sizlarsiz erisha olmaymiz. Shu video murojaatim orqali EduAction nomidan yuqorida aytib o'tilgan barcha yutuqlarimizga sababchi bo'layotgan test markazlariga va ularning jamoasiga, shu islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi va olg'a suruvchi davlatimiz mutasaddilariga, halol mehnat qilayotgan ustozlarimizga, erta-yu kech o'z ustida ishlayotgan, oylab, yillab testlarga tayyorlanayotgan yoshlarimizga, hammaligiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta biz sizning mehnatingizni qadrlaymiz. Biz korrupsiyaga qarshimiz. Biz halollik tarafdorimiz. Biz IELTS materiallarini noqonuniy tarqatishga qarshimiz. Biz jamiyatimizda ta'limning rivojlanishini istaymiz. Bilim bu mehnat va o'z ustimizda ishlash mahsulidir va biz uni hurmat qilishimiz kerak. Biz o'z orzu va maqsadlarimizga halol yo'l bilan erishishimiz kerak. Biz jamiyatimizni rivojlantirishni istaymiz. Biz sotib olingan bilim tarafdori emasmiz. Orzularingiz o'zingiznikimi? Unda to'g'ri yo'l bilan harakat qiling.